Do'stlar, hali yomg'ir tinganicha yo'q. Qushlarning ovozi eshitilayotgan bo'lsa, do'stlar, mana hozirgina sayrab turgan qush yana ovoz to'xtab qoldi. Hozirgina sayrab turgan. Musicha deymizmi buni? Bizda endi musicha deb aytiladi. Ba'zi joylarda g'urrak deyiladi. Endi qaysi mamlakatda kim qaysi shahardan kuzatib borayotgan bo'lsa, ya'ni O'zbekiston Respublikamizning qaysi viloyatidan, do'stlar, albatta mana shu ovoz kelayotgan qushni nomini yozib qoldiringlar.